Assalomu alaykum. Yana bir obyektni boshladik. Xudo xolasa suv kanalizatsiya keyin otoplenlarni qilib beramiz, berlarni xudo xolasa to'g'ri kelsa. Qo'l boladan beri suvlarni tortib turmayman, bo'lmadi. Berroq yo'nayga kirgan. Bu safar shu dona kirigi. Gelaveraslar dedik. Yanda sonuzu kanalizatsiyalarga kelib turadi. Dальше ishlab boramiz. Bu sanuzel bo'ladi. Doğrumuz vanna, chap taraf, o'ng tarafimiz unitoz. Rakvina tushiramiz. Endi kir mashin. Kirgan tarafi kuxnya. Kuxnya ham bir moyka, keyin bir kir mashin qo'yib beramiz. Endi suvlarni tortib beramiz. Nasos shu yerda bo'ladi, kotelniца ham shu yerda bo'ladi. Toplayasam ham qilib beramiz. Mana bu ish. Obyekt. Arka tarafta ko'cha tomonidan qazib berishimiz kerak. Suvlarni ichana kirgizib berishimiz kerak. Turbalar. Prostoy turbalar ishlatilgan ekan, biz yana Ossendorf qo'yib berdik hammajini. Lammin aralash, reviziya. Ertaga tozalash uchun. Bu sanuzelniki, namoykanki. Bu taqilmalar endi taqib onda kolodislari şuradan su tortib beramiz, xudo xolasa. Bu mashinlardan suvga qazib, suvlarni o'tirib beramiz, xudo xolasa. Shuni ish bizada kuzatib borarsiz.